Assalomu alaykum ekran oldidagi hurmatlik ko'rurmanlar, ham shundaqla bizning qimmatli mushu suhbatga ishtirok qilayotgan so'z berguvchilarimiz. Hozir biz mushu topda Uyg'ur ruhiy sog'lomlik tashabbusi organining o'rinlashtirayotgan, ya'ni planlab mushu o'rinlashtirgan mushu suhbat programmasiga hammanglar xush keldinglar. Rasmiy programmamizni boshlashdan burun men ko'rurmanlarga 1-2 minut vaqt bermoqchi, chunki har birisi ba'zi bir texnik masalalar, ba'zi bir ahvollar bo'lsa, kirmay qolgan bo'lsa, biroz kirib olsin. Bizning ko'rurmanlarimiz dunyoning har qaysi joylaridan kirishi mumkin. Shunda bo'lganligi uchun ular 1 minut vaqt beraylik. Mumkin har kim kirib olgandan keyin biz rasmiy boshlaymiz. 1 minut vaqt beraylik. Bir minut vaqtimizni to'shdi. Yana bir qitim assalomu alaykum. Xush keldinglar bugungi suhbat programmamizga. Bugungi bu suhbat programmamizni boyislar o'zinglar anglagandek, kirganlar anglagandek, endi mushadagi sahnamizga bizning qimmatli, aziz ikki san'atkorimiz sizlar shohid bo'lgandek, Uyg'ur sog'lomlik, Uyg'ur ruhiy sog'lomlik tashabbusi degan mushu organ o'rinlashtirdik. Endi bu yerda balkim sizlar burun bu organ haqida anglagan bo'lishinglar mumkin, ko'rurmanlarmi anglagan bo'lishi mumkin. Shunda bo'lsa-mu, men rasmiy o'zimizniki bugungi suhbat temasiga o'tishdan burun Uyg'ur ruhiy sog'lomlik tashabbusi degan bu qanday bir organ, bu qanday bir vujudga chiqqan degan to'g'riliq qisqacha tushuncha bermoqchi. Bu Uyg'ur ruhiy sog'lomlik tashabbusi degan bu organ 2020-yil may oyida vujudga chiqdi. Endi bu organning asosliq maydonga kelishining sababi hammanglar bilgandek, vatanimiz Sharqi Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik, mushu muhojiratdagi Uyg'urlarning his tuyg'ulariga, ijtimoiy, ruhiy, ma'naviy va jismoniy sog'lomliklariga nihoyat zo'r besimlarni olib keldi, ham davomli olib kelyotdi. Nurg'un kishilarimiz 2016-2017 yildan boshlab vatandagi nurg'un yaqinlarining yo'qolib ketishi, turmalarga tashlanishi va o'lib ketishi, oilalari bilan erkin ozoda aloqa qilolmay, yaqinlarining qanday bir ahvolda ekanligini bilolmay gangrab qolganliklar sabablaridan og'ir azoblarga duchor bo'ldi. Ham davomli bo'lyapti hozirmi. Endi bu Uyg'ur sog'lomlik tashabbusi, ya'ni buniki inglizcha ismi Uyg'ur Wellness Initiative. Mana mushu ahvollarni ko'z tutgan ahvollarda bir sog'lom kurashga, bir sog'lom bir ruhiy sog'lomlik va jismoniy sog'lomlik bo'lishining muhimliklari mushularni ko'zda tutib, xalqimizga ruhiy sog'lomlik haqida yordamda bo'lish va foydali manbalar, uchurlar bilan ta'minlashni maqsad qilib, mushu organ maydonga kelgan. Shunda bo'lganligi uchun men yerda mushu organning qanday topidi, masalan bizning xalqimizning ehtiyoji bo'lgan vaqtida qanday izlaydi degan narsani ozroq uchirib bermoqchi. Mana bu ekran turgan mushu Uyg'ur ruhiy sog'lomlik tashabbusi degan organning to'r beti. Bu Uyg'urcha ham inglizcha to'r betlari bor. O'shalarni qarasanglar, qanday faoliyatlarni olib borganligi, nima ishlarni qilganligi haqida tafsiliy uchurlar bor. Buni bugun so'zlab o'tmayman, chunki temamiz bu emas. Endi bu organniki aloqa uchurlari tuvandikicha, aniq aloqa uchurlari slide nimening yana bir slaydniki eng oxirgi to'rbat aloqa kishi telefon nomerlari bormi ko'rsatsangiz, rahmat. Mana malningda muhabbatga qarasanglar, mushu Uyg'ur Wellness Initiative, ya'ni Uyg'ur ruhiy sog'lomlik tashabbusiniki aloqa qildigan kishining ismi Uyg'ur Abdulla. To'r beti o'zinglar ko'rgandek www.uyg'urwellnessinitiative.com, telefon nomeri 571 352 07 08, email adresi uyg'urwellness@gmail.com. Rahmat. Endi biz o'zimizniki rasmiy suhbatimizga qaytib kelaylik. Endi bugungi mushu suhbatimizning asosli temasi, asosli maqsadi shu hozirgi bizningki Uyg'ur san'atkorligining, shu Uyg'ur san'at ijodiyatiningki hozirgi bizning siyosiy muhitimizda shu davoyimiz bilan yoki bizning shu siyosiy ahvolimiz bilan qanday bir chambarchas bog'lanishib ketgan shunday ahvoldagi
mushu bir temani cho'radigan holda suhbatlab boramiz. Ya'ni da'vo bilan bizning shu siyosiy vaziyatimiz bilan Uyg'ur san'atkorlaridagi ijodkorlik. Endi mushu temaga cho'radab biz o'zimizniki nihoyatda muhtaram, bizga nihoyat qimmatli bo'lgan ikki san'atkorimizni huzuringizga keldik, hurmatli ko'rganlar. Endi bu san'atkorlarimizning biri O'rta Osiyoda tug'ilib cho'ng bo'lgan hurmatli Gulnaz Tursun xonim. Yana birisi bizning vatanimiz, ya'ni ona yurtimiz Uyg'urning kindikini to'ralgan zimin bo'lgan Qashqarda tug'ilib tarbiyalangan vatanimiz Sharq Turkistonda. Mehmetcan Cuma Efendi ikisini tanıştırma, huzuringlardaki ressomimiz bor. Men endi suhbatimiz rasmiy o'zim ko'p so'zlagandan ko'ra, chunki men o'zimni unchalik san'at nimasida tarbiyalab, san'atchi emasman o'zim, ammo mushundaq ilg'or san'atchilarimizningki emgaklaridan bir o'zim bir da'vogar bo'lish sifatim bilan bakmi faxrlaman rost gapni desam, chunki bularning qo'shgan töhfələri, bularning emgakları bizning da'voyimizga roli bak cho'ng. Shunda bo'lganligi uchun suhbatimizni uzun gapni qisqartib, shu o'zimizning san'atchilardan boshlaylik. Oldi bilan Mehmetcan Cuma Efendi sizdan boshlaylik. Mumkin bo'lsa siz o'zingizning qisqacha tarjimali, ya'ni qisqacha o'zingizni tanishtirib, undan o'zingizningki san'at sohasida qanday bir tajribalaringiz bor, ya'ni qanday bir o'zingizning shu emgak musafirimiz bor degan mushu tarafdan bir boshlagan bo'lsak, qani Mehmetcan Cuma Efendim sahna sizning. Rahmat. Bo'ldi, rahmat. Oldi bilan bu Uyg'ur Wellness Initiative, ya'ni shu sog'lomlik tashabbusini vujudga keltirgan emgakchilarga rahmat aytaman. Masalan, buning qatoridagi Bill Clark efendim, Uyg'ur Abdullah va Alfidar İltabir qatarlıq tirishchan bizningki emgakchilarimizga rahmat aytishlar so'zimni. Demak, bizga bu Uyg'ur muhojiratdagi Uyg'urlar uchun, ya'ni diasporadagi Uyg'urlar uchun bu sog'lomlik, ruhiy sog'lomlik masalasi bek muhim. Vatandaşlarga texmi muhim. Bu intayin ahamiyatli bo'lgan bir tashabbus bo'ldi. Bu jihatdan intayin xushal. Endi bu o'zimninki kimligiga kelsak, men boyam siz deb o'tgandek Qashqarda tug'ilib, Qashqar san'at sohasida tarbiyalanib, keyin Urumchi Xinjiang san'at instituti deymiz. Buning ismi shu bo'lganligi uchun Xinjiang deb atashga to'g'ri kelyotdi, kechirsizlar. Shu maktabning o'zida o'qish bitkazgandan keyin shu institutda 6 yildan 7 yil qadar o'qituvchilik qilib, keyin Amerikaga magistrlik unvoni olib kelgan. Amerikadami shu san'at, go'zal san'at ijodiyatida o'zimninki magistrlik unvonini oldim. Buningda men vatandagi vaqtimizda sotsialistik realizm, Fransiya akademizmi qatorliq realistik usullarda tarbiya ko'rgan bo'lsak, Amerikaga kelgandan keyin bu tarbiyaviy asosdagi, ya'ni san'at asosimizni qanday qilib shu modernizm, ifodazmchilik va keyingi modernizm san'atlariga qanday qilib ulaymiz degan sohada tirishchanlik ko'rsatdim. Bizningki vatnimizdagi rassomlarga qarasak, ko'pinchalarimiz shu sotsialistik realizm va Fransiya akademizmi va shu Sovet realizmi nechiqroq asosda rasm chizdi, ham shu jihatda ijodiyat ilib bordi. Tafakkurimiz shuningda shakllanib qolgan bo'ldi ko'pinchalarningki. Endi biz shu chet elga chiqqandan keyin shu ajdodimiz yaratgan emgaklarni qanday qilib shu g'arb san'at sohasiga ulaymiz degan jihatda ozroq tirishchanlik ko'rsatgan bo'ldik. Men ya'ni shu sohada tirishchanlik ko'rsatayotgan ham shu sohada ijod ilib berayotgan bir rassomning birisi. Rahmat. Yani savollar bo'lsa men davomli javob beraman. Ko'p rahmat Mehmetcan efendim. Gulnaz xonim texnik tarafdan bir masala qilib uzilib ketibdi. Biroz kuttamdik. Ya buni kutmayli, menimcha bu vaqtda biz suhbatimizni davom qilaveraylik siz bilan Mehmetcan efendim. Asosli sizning mana shu hozir to'g'ri shu Amerikaga o'qishga chiqqandan keyin o'qidingiz, shu o'zingizning yana kasbiy san'at sohasida o'zingiz demak, ya'ni o'zingizni yetishtiribsiz. Yetishtirib
demak davomli shug'ullanyapsiz shu kasbingizni. Bilamanki, chunki bu Amerikada o'zingizning kasbidan boshqa cho'qim yana boshqa bir ishlaringiz, boshqa bir kasbiy ishlaringiz bo'lishi mumkin. Ammo bu o'zingizning aslida o'rgangan san'at kasbi, ya'ni bu rassomlik kasbini davom qilyapsiz. Siz mushta davom qilishga, mushuni davom qilaman deb o'zingizga mushta qaror berishga nima sabab bo'ldi? Sizni nima yetaklaydi? Bu bayam deb o'tgandek, endi bu rassomlik yoki san'at sohasini o'zining bir kasb qilib tanlash bir odam o'zi xohlab bo'ladigan bir ish emas ekan-ku. Bu odam shu kasbning ichiga tug'iladi yoki shu kasbni suyab cho'ng bo'ladi yoki shu kasbni o'zi istiqiylik holda tanlab qoladi. Tanlab qolgandan keyin bu masalan bu g'arbniki yoki vatandagi shu iste'mol nuqtasidan ilib aytsak, jon boqqili bo'ladigan bir kasb emas bu. Xizmatlam xizmat tepib yoki oilasini qamdab ketadigan xizmat emas. Shuning uchun bu bir qurbonlik berishni talab qiladigan, shuning loyiq bir ichidagi bir doim turadigan bir kasb. Ya'ni san'at Ovozingiz sal uzilib ketyotidi. Mehmatjon, nima mikrofon birozmi? Kechiring. Özür üzülüp ketib qoldi. O'sha nima mikrofonni biroz chataqladik. Ovozingiz yo'q. Mehmatjon, mute qilib qo'ygan o'xshaysiz. Hem chiqdimi? Endi ochiq bo'ldi. Davom qiling. Uzr. Yaxshi. Shunglashqa bu kasbga kelsak, endi bu kasb odamni shu har zaman ichingda bir narsani chiqargin deb chaqirib turadigan bir kasb-ku. Shu chaqiriq tufaylidan biz har zaman shu ijod qilishga majbur bo'lamiz endi. Hozir bu chet elda ijod qilishimizga sabab bo'layotgan nurg'un sabablar bor. Bu sabablarning birisi vatanda, endi vatan kelsak, shu san'at sohasi o'zininki haqiqiy ijodchilaridan, o'zining haqiqiy ovozidan, o'zininki haqiqiy tarixidan mahrum qoldirildi-da. Bu bek muhim endi. Biz masalan vatanda ilib aytsak Xitoy qo'pab Uyg'urlarning san'atini biz saqlayotimiz. Uyg'urlarning san'ati mana sahnalarda qo'yilyotidi. Uyg'urlar rasm chizayotidi. Uyg'ur san'atkorlar usul o'ynayotidi deydi. Buningda chilliq yo'q. Ya'ni endi bu bir faqat harakat. Usulni ko'rsak harakatni ko'ramiz. Naqshni alsak ovozni anglaymiz. Uning orasidagi mung, uning orasidagi sig'inish, uning orasidagi ilohiy chaqiriqlar, uning orasidagi bir azobni yoki muhabbatni aks ettiradigan bir xil chin tuyg'u uning ichida yo'q. Chunki san'at Xitoyningki tashviqot vositasiga aylantirilgan. Ya'ni san'atning qilib qolib qolgan, uningki ma'nisi, uningki negizi ilib tashlangan. Shuning uchun bu san'atkorlar, masalan, yozuvchilarning ko'pinchlari turmada hozir. Faqat ishib qolgan san'atkorlar kim bo'ldi desangiz, naqsh aytadigan, usul o'ynaydigan bir qism odamlarni ekranga chiqarib qo'ydi. Ekran qarasak, biz taniydigan chiroylar mavjud bo'lganligi uchun Uyg'urlarning hammasi saq, hammasi bodek tuyg'uni beradi. Bu jihatdan Xitoy yanılam o'zininki tashviqot usullari orqali ma'lum bilimlarni qazanayotganini ko'ryapti. Ulaşmayı men deb o'tgandek, o'zining tarixidan, o'zining haqiqiy ovozidan, liqdan arlagan san'at deb qaramaydi. Biz chet ellik san'atkorlarda bu imkoniyat bor yani. Biz shu haqiqatni yoki yaxshilikni san'atimizga berishga olamiz. Rasm chizgan vaqtimizda biz Almatov rasm chizayli, mayli Washington rasm chizayli. Bizning chizig'imiz yanılam Uyg'ur bo'ldi. Biz abstrakt rasm chizgan vaqtimizda biz yana bir Fransiyada tug'ib olgan fransuz rassomning abstrakt rasmini chizmaymiz ham uni. Chunki bizning xiyolimizda, bizning tafakkurimizda, bizning tariximizda, o'yimizda, bizning muhabbatimizda
Fransiya yo'q. Fransiya çünki ziyat bo'lmagan. Biz Uyg'ur bo'lib bo'lganligimiz uchun biz har xil shakldagi yoki postmodernizm shaklidagi rasm chizsakmi, buning ichida bir Uyg'urning qini, Uyg'urning tuyg'usi, Uyg'urning muhabbati, Uyg'urning əslimisi mövcud bo'ladi. Bu jihatda biz rasm chizdik. Көптен көп рәхмәт, Мәмәтҗан әпәндем. Сез монда aytgan вакытта сәнәтнең ниме өчен у кадәр көчлек, ниме өчен ундак тәсирнең чоң булдыганлыгы һәр кандай бер эштә кылганның төп негизен дидиңиз. Чөнки у сәнәт белән шөгыльләнгән сәнәтченең чыккан нәрсә уның жүрегидән чыккан нәрсә. У кандактыр берсе бешиге атып мәҗбүрләп яки укытып турып чыгырдыган нәрсә эмас. To'g'ri, o'qish kerak. Diplomi degan bir narsa, ammo haqiqiy san'atning chin san'at, kuchlik san'at, ya'ni bir yangilik yaratadigan yoki bir o'zgarish yaratadigan san'atning bir insonning yuragidan chiqadigan mushunda bir narsa ekanligini o'tirib qo'ydingiz. Bak rahmat. Bu haqiqatan mana dal mushu negiz bizni bugun mushu suhbatga olib keldi. Ko'pdan ko'p rahmat. Yulnaz, endi sizga qaytib kelay. Biz Mehmetcan bilan siz yo'q vaqtida so'zlashganimiz shu birinchi o'zimizni so'ragan savoldan boshladik, u bo'lsa-mu? Mümkün bu siz özünüzü bir kısqacha tanıştırıp söhbətini başlasak Gülnaz. Özünüzü hazır görmənlərə tərcümə alınız, yəni özünüzün əhvalını kiçikin bir tanıştırıp, mümkün bu sizin sənət sahəsidəki, yəni bu xudojnik, rəssamlıq sahəsində özünüz qandaq təcrübələrə ega, qandaq bu sənət fəaliyyətinə kirişib qaldınız və ya ki qandaq musab bilan beşinizni ötküzdünüz degan müşahdə bizga bir o'zingizniki ahvolini so'zlab bergansiz. Marhamat, mikrofon sizning. Assalomu alaykum Zubayrada va ko'rarmanlar. Birinchidan meni bu yerga taklif qilganinglar uchun, bir sahnani yaratganinglar uchun sizlarga rahmatimni aytib olay. Nihoyatda muhim bir ishni ilib beribsizlar, beribsizlar. Uyg'ur ruhiy sog'lomligi degan u ruhiy sog'lomlik o adamning bir asosi. Ruhiy sungan, ruhiy sog'lomligini yo'qotgan bir millat u tik turamaydi, dast turamaydi, o'zining maqsadiga yetolmaydi. Shunga bu eng muhim ish. Shunga sizlarga ko'p rahmat bu ishni qilayotganinglarga. Mening ismim Gulnaz Tursun. Men Qozog'istonda tug'ilib cho'ng bo'lgan bir Uyg'ur, vatan sirtida tug'ilib cho'ng bo'lgan. Ammo Qozog'istonda tug'ilib cho'ng bo'lsam-mu, shu Uyg'urlik ro'yida milliylik ichida, ya'ni Uyg'urlar ko'p yashaydigan Qozog'istonningki Almut oblasida tug'ilib cho'ng bo'lgandim. Shunga kichigimdan ota-onam ana tilimizda o'qitib, tarbiya berib va shu tariximizni unutmay o'rgatib, tilimizni, madaniyat, urf-odat degandek shu Uyg'urlikni saqlab qolishda ota-onamningki ko'p kuch chiqargan. Rahmat ota-onamga. Shunga hozirgi shu muhitda yashab, vatan ichida tug'ib cho'ngimsam-mu, ammo shu Uyg'urlikni unutmay, o'zligimizni yo'qotmay yashagan uchun hozirgi kunda bu meningki ijodiy asarlarimda o'z aksini topadi. Bu Uyg'urlik ro'yim. Men shu Qozog'istonda Uyg'ur maktabida o'qigan, andan kichigimdan san'atga nihoyat qiziqatdim. Muzika, adabiyot, san'atning har xil turlari, qo'l hunarvanchilik degandek. Qozog'istonda san'at kollejida o'qidim. Andan uning oldida talantli bolalar maktabida 4 yil o'qidim. San'at kollejida, andan arxitektura va qurilish akademiyasida o'qib, birinchi kasbim rassomchilik, andan loyihachi, grafik dizayner. Ijodiyotdagi yo'limga kelsam, men 2000-yilda kollejni yangitaganda nihoyatda dunyoni hazırlab, shu rasmlarim bilan hayron qoldirib, ko'rgazmaga qatnashib, nihoyat cho'ng yutuqlarga erishman deb shundoq maqsadlarim bor edi. Ammo u vaqtda rasm chizishni bilgan bilan ishim meningki texi
özümni tonmagan vaqtim bolgan. Özümnin kim ekenligimni, içki dünyalarımni, şoňa bu resimde haqiqiy sanat eseri qimmatligi va sanat eserininki onunğa her qaraganda bir kitap okşaş daim bir köygüçülerge yani sanat söyər, sanatni yaxtırdıgan, resimni sitvelip üyüge isip koygan kişiге daim ilham berdigan, daim bir royunu uygurtadigan şundaq bir eser boluş gerek. Şoň men onda eserlerini yaratiş üçün içimni toluqlaşım kerekke dep başta özümnin içki dünyalarımni, tarihimni, kimligimni bölüp andın resim sızsam bolup kelip şoň mening ijadiyetimde 10 yıl üzülüş boldy. Onun aldıda yan okuşunup degende körgezmeye katnaşıp ijadiyetimni dawamlaşdyrdım ama 10 yıldan aralykda men şu laylyjy grafik dizayner bolup işledim hem şu özüm his kılgan boşlukni toluqlaşqa tirişip şundaq işlarni kıldım. Ama şu bu men sanatga qaytyp kelişimninki bir türtki oğunu, yani men özümninki içimdeki eserlerini endi yaratsam boldu, endi sızsam boldu diye vaqt. O afsuski vatandaki şu irqiy qırgınçılık başlangan vaqtga toğry keldi. Şu maňa bir ilham boldy, şu maňa bir küç berdi. Yani men nime kıla alayman degan sualga jawap izlep, şu men sanatkar bolganlygymdan özümniň eserler arkalyk özümniň içimdeki kaynamni, içimdeki hasretimni, yani oylarımni, yani ideyamni şu sanat arkalyk kişilerge yetkizeleýmenke dep qaytadan kolum kalem ilip, resim syzyp, köplegen körgezmeye katnaşyp, yani dawamlaşdyrdım ijadiyetimni. Köp rahmat. Gülnaz Bayi Mehmetcan Efendi'ninki digerlerge yana bir qitim siz onu yuqur pellede izahlap mınday aytganda tasdiq qildingiz desek boldy, confirmed. Çünki demek bir sanat ijadkarlary ularning ijad qilgan ijadiyeti faqatla miňa işlenişle emas, qalbidan çıkıdığanlığı. Mesela siz 10 yıl vaqtni mende kamya eken, men tolduruşum kerekken, özümni tepilişim kerekken. Bay Mehmetcan şunda bir muhim narsani oturup koydy. Men gerçi garip ressamlığını öğrengen bolsam, yani başka yanıkini öğrengen bolsam, biz sizga resimlerde hiç kaçan biz Fransiyany sızmaymiz, Fransiyanyň nemesinden çıkmaymiz veya başkadan çıkmaymiz. Özümizden kandan kirgen içimizdeki kalbimizdeki Uygurluknyň da içimizde waqt qatqan şu sanatniki näsini urgup çıkıp şu bizge bir sanat ijadiyeti, yani Uygur sanat ijadiyetini ijad kılmamız. Biz şu dedi de mesela bizning qalbimiz şu, bizning içimizden çıkqany şu, biz şu asli. Jugurlup bizning qanımız, bedenimiz jugurlup ösken tuprak, ösken watanyň näsi tişimizge çıkıdy biz. Ügengenlerimizni şularni en yuqary pellede, en güzel şekilde, en yaxşı ijadi yaratılganga ular faqat qoran, ama bizning içimizden çıkan halkım, vatanim dedi de. Siz däl şunu dediniz. Gerçi özüňiz soňuşturup ötkendek Orta Asyada tugulup ösken bolsaňyzmy, siz ýany özüňizni izlegen, özüňizni izlep ta özüňi tep bargandykin muşun oturup goýdum dep. Endi bununğa her iş kelinglagy bizning ýene burak sualymyz ne boldy? Mesela Xitay bu her iş kelinglaryň degenlerden bu bizning Uygurnyň sanat ijadiyetiniň kançalyk güçlük näse ekenligini ifade kıldyňlar. Däl muşu güçlük näsini Xitay meýes kılgan. Biz qandaq qılıp muşu Uygur sanatyny yoki sanatkarlaryny, ijadkarlarynyň emgeklerini başqaçalaşdırıp Xitay hökümetiniň menfaatiga we yoki Xitay özüniň hazırky Uygurda ýürgizmekde bolgan siyasi hyzmat kıldyrman degen aşynda şekilde qaramak qarsyňyz Uygurlarny erkin goýup atkandek bu geplerni Mehmetcan bir qol dep ötdi. Xuddi naqşyny etip atkandek, yazgıcı yazgyny ýazyp atkandek, şair şeýerini ýatlap atkandek görüngen bolsumy, ama Xitay hökümeti aslidagi ideya, aslidagi Uygurluk, haqiqatni, çillykny bastyryp, bizim mınday aýtgan wagtlarda ijadkarlyk erkinligini bämedi bizge de. Bizde ýok. Bunu Mehmetcan bäk ýaxşy täsirledi özü bir sanatkar süpetide. Endi muşunda
yo'q qilib bilan birga bizningki san'atimizni, bizning san'at ijodiyatlarimizni bir tovarga aylantirib oldi Xitoycha bir tovarlashtirib buni bir qo'ral da o'zinikini nimasini tashkil qildigan ustoz. Mushundaq Xitoyning hozirgi qilayotgan shu Uyg'ur san'atini, Uyg'ur mayli usul olsun, mayli yoziqchilik olsun, mayli rassomlik, mushu butun mushu ijodiyat yo'lini işte bir tovar shakliga aylantirib olgan işte ahvolda biz nimalarimizni yo'qotyapmiz shu Uyg'ur san'atida. Bizning nimalarimiz yo'q qilyapti. Men javob beraymi, Gulnaz javob beramsiz? Mayli, ixtiyoringlar, qaysini Gulnaz javob beram, men to'liqlay bo'lmasa. U san'atkor uchun erkin ijodiyatni san'atkorni cheklash u san'atkor uchun bir fojia. Chunki san'atkor o'zininki shu tug'ilib o'sgan muhiti, urf-odat, xalqi shuning hammasidan ichki dunyosi, dunyo tonishi yo ichidagi qayg'u-hasrati shu hammasi jug'urinib bir asar yorildi. U san'atkorni cheklash menimcha u bir itilib chiqqan bir buloqni yuzini yeb qo'ygandek. Ammo u barbirim u yuzini yopsimi u yana bir yerdan yo'l tepib u buloqning suvi yiqib chiqadi. Shunga bizni qancha cheklasimi barbirim u biz vatan sirtidagi rassomlarda ya'ni boshqa turda u yiqib chiqadigan narsa. Ya'ni u to'xtab qolgan narsa emas, chunki u bu ijodiyat. Misol o'zimni olib olsam, men rasm sizmay yashamayman. Chunki u bir u menga bog'liq emas, u bir ichimdan qaynayotgan bir bir qaynamdakda. Shuning o'xshashla vatandagi rassomlarningki qancha cheklasimi men %100 ishonmaymanki, ularning ko'rgazmalarga qo'ymagan, sirtqi dunyoga ko'rsatmagan, ammo o'zi sizmixonasida o'tirib ishlagan asarlari ko'p. Uni sirtqi ko'rsatmasimi, nihoyatda ishidan chiqayotgan asarlar nihoyatda ko'p. Unga men %100 ishonman. Chunki u bu degan bir buloq. Ijodiyat degan u bir buloq. Shoirlarimizningki uni kitoblarda bosmasimi she'rlarini, ammo ichidan chiqayotgan u she'rlar u menga yangrab turdi. U she'r misolga bir kelsa, ilhom kelsa, u she'rni siz shu qog'ozga sizmi yozmag'icha u kallingizda piqirab ketmaydi. Shu rasmni ham shunday bir kallaga kirib olgan rasm, hatto yillar bo'yi shu bir o'yingiz, ideyangiz kelgan bir rasmning kimsi rasm, ijodiyat. Uni siz bo'lmaguncha shu ketmaydi-da, ichingizni chiqarib atmaguncha. Shu u bir buloqdek. Shu men u vatandagi cheklangan san'atkorlarimizni, rassomlarimizniki %100 ishonmanki, ularning yozilayotgan she'rlari, ularning sizilayotgan asarlari bor. Ham Tamam, güzel, bek yaxshi dediniz. Endi bu Gulnazningki gapini to'liqlasak, albatta u san'atningki, u san'atkorlarning ichidagi ruh yo'qolmaydi albatta. Lekin ammo Xitoyning yo'qotmoqchi bo'layotgani nima desangiz, bu albatta Xitoy Uyg'urning san'atini yozma, yoziqchilik, ijodiyat san'atini butunlay yo'qotib etdi desak bo'ldi. Buningda Uyg'urcha ijod qildigan san'atkorlar hozir Xitoyningki ideologiyalik ta'sirining cheklamasi bilan shu ideologiyalik siyosatni belgilab bergan doira ichida ijod qilyapti. Bu rassomlarga o'rtaq bo'ladi. Bunda bo'lganda ekan bu qarmoqqa birinchi bo'lib yo'qildigini boyama deb o'tdim. San'atningki ruhi yoki san'atkorlarningki asrti, san'atkorlarningki ichidagi chin tuyg'usi yo'qoladi. Chunki bu tuyg'ularning hammasi Xitoy belgilab bergan yoki talab qilgan shakl bo'yicha ijod qilinganligi uchun, o'zining erkinligi bo'yicha bo'lmaganligi uchun. Ham buningda yana qanday qoldi desangiz, Xitoy mushtaqil sharqliq ko'rsatgan tunji bo'lib ko'rsatgan vaqtida O'rta Osiyodagi bizning qarindosh millatlarimiz bo'lsin, mayli Uyg'urni Xitoyni yaxshi tushunmaydigan boshqa davlatlardagi musulmon xalqlar bo'lsin yoki Yevropa xalqlari bo'lsin, ularga o'zininki shu yumshoq kuchi orqali Uyg'urlarningki san'atini ham saqlab berayotgandek, ham o'zining shu sharoitda o'zining yumshoq kuchini amalga oshira oladi bo'lachu. Buning bilan san'atningki
Şu Uyghur kelgüsü avlodlarga yetkaziladigan san'at qanday qo'lda desangiz, Uyg'urlarning haqiqiy tarixi, haqiqiy chinligi, haqiqiy ruhiy dunyosi, ularning asriti, ularning mung'lari ifodalanmagan shaklan bir shakal shaklidagi san'at qolib qolgan bo'ldi. Bu hamda biz yo'l qo'ygan bu bevosita ham jiddiy bir reallik bu. Lekin ammo negizdan ilib etsak, san'atkorninki o'ziga ham xos bo'lgan, xalqlarga ko'rsatmaydigan yoki hukumat apparatlariga ko'rsatmaydigan nurg'un chin asarlar bo'lgan bo'ldi. U albatta saqlanib qoladi. U yo'qolmaydi endi. Bu yerda endi nima desangiz, endi bayam dedik, yanılam yo'qolmaydigini eslash, davomlashtirish va bularni izchillashtirish. Buning bilan bu qat'iy yo'qolmaydi yani. Biz bu diasporadagi, muhojiratdagi san'atkorlarninki qildig'inimiz bu. Yani biz shuni qilyapmiz deb o'zimizga shakl jihatdan o'zimizga shuni tavsiya qilmasakmi, bu ham mumkinmas yaxshi. Bu bir chaqiriq, ishimizda keladigan chaqiriqchi bu. Biz shuni o'zimiz istiqyilik holda, tabiiy yo'sinda qilgan bo'lganligimiz uchun, ya'ni biz hayotda, biz nafas ilyapmiz, shunlashqa yo'qolib ketmaydi bu yani. Ko'p rahmat. Demak, biz Uyg'urlar mavjudli bo'lib turib ekanmiz. Bizning ijodiyatimiz qurmaydi degan gap. Mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Lekin Mehmetjon sizning mau deganingizni aytdingiz-mi? Endi bu yerda biz eng ansiraydigan narsa, ya'ni hozir bizning eng qo'rqinchli deb davatqanimiz shu madaniyat qirg'inchiligi. Sizning dal degan gapingiz, ya'ni bizning kelgusi avlodlarimizning bizga varislik qiladigan madaniyatimizningki haqiqiy chinlik nimasiga qurilgan haqiqiy madaniyat emas, bir shakl. Ko'rinishi madaniyat, ammo u bir shakal. Uning nimasi yo'q, qimmati yo'q, asli qimmati yo'q degan asla bir narsani qilishi degan bu bek muhim fikr, chunki dal mana mushuning o'zi biz qaqshayotgan madaniyat qirg'inchiligi. Madaniyat qirg'inchiligi degan shu, endi qarasangiz hamma narsa bordek, usul o'ynayotgandek, yozuvchi yozayotgandek unda qilgan bilan, ammo u yozilgan yozma, o'ynalgan usul, chizilgan rasm, o'qilgan she'rlarning hammasi bunday vositliqda, bunday aytgan vaqtda belgilim bilan yozilgan yoki bo'lmasa bir formulani ichiga tushishi kerak. U haqiqiy yurakdan etilib chiqqan erkinlikning asosligi emas. Bu bek yaxshi nima bo'ldi? Endi mushu fikrga asoslanib qolgan vaqtda endi meniki budaq savolim. Sizlar eng yaxshi bilsa, masalan, Uyg'urlarning mayli yeziqchilik jihatdan bo'lsin, mayli un bilan bo'lsin, yoki silliq yoki videolik taraflardan bo'lsin, o'sha Uyg'ur matbuotchilik hem şu sanat sohasida naytliq mo'l bizning tariximizda, endi tariximiz azaldan bir boyliqimiz bor bizning. Ammo Xitoy hukumatiningki kontrolli ostida, hukmronlik ostida biz yangilik yaratishda unchalik erkin emas. Uni boyitni yaqin deb o'tdik, hammamiz bilamiz uni, erkinlik yo'q. Endi ba'zi bir davlatlarda, hatto ba'zi bir diktatorlik mustabid hokimiyatlar ostidami, ammo ba'zi bir nimalarninki, san'atkorlarninki ijod qilish mumkinchiliklari bor, imkoni bor. Shuning uchun ular bir ijodiyat bilan xalqini qo'zg'ay oladi. Xalqini masalan bir inqilob qilishga va yoki bo'lmasa bir xalqninki ideyasiga sig'magan, xalqning ideyasini o'tmaydigan bir ideya yoki bir harakat hukumatninki bostirish faoliyatlarini qarshi chiqishga bir ilhomlanadigan bir san'atlarni ijod qila oladi. Bundan deganligimiz masalan bir siyosatchiniki 10 soat qolgan gapini bir san'atkor balkim bir rasm bilan, bir sizmisi bilan, bir shoir bir ko'plish she'ri bilan, bir yozuvchi bir jumlasi bilan xalqni qo'zg'ata olishi mumkin. U nurg'un gapni o'rniga. Endi shunday imkon ba'zi bir mustabid hokimiyatlarda borda endi. Bor endi. Ammo bizning Uyg'urlarga mushundaq bir kishilarga ilhom beradigan yoki bo'lmasa bizning o'sha davoyimizga ilhom beradigan shundaq bir ilhom bizning Uyg'ur san'atkorlarimizga nerdan keldi? Chunki bo'libmi hozirgi qirg'inchilik sharoitida sizlarcha? Bu bir yaxshi savol bo'ldi. Endi nima desangiz, bu san'atninki qarshilik san'ati deymiz endi. Qarshilik san'ati, Xitoy tashviqot san'ati deydi. Xitoy yani tashviqot quroli vositasi sifatida ishlatadi buni. Shuning uchun ishlatyapti ham. Biz da'vat qilamiz, qarshilik ko'rsatish san'ati yani.
Buningda masalan mayli Xitoyda bo'lsin, mayli Eronda bo'lsin yoki burunqi Sovet kampasiga tava bo'lgan davlatlarda bo'lsin, bu qarshilik san'ati ma'lum shaklda, muayyan shaklda mavjud bo'lib turganchu. Lekin Xitoy buni butunlay, mutlaq yo'qotdi buni-chu. Butunlay tozalab o'zininki masalan qarshi ko'rsatgan san'atkorlari faqat teshida Xitoyning ichida yo'q hozirchu. Uyg'urlarga ham bu to'g'ri, texmi to'g'ri bo'lgan chaqdami ham mukammal shaklda davomlashtiryapti Xitoycha buni. Endi biz chet elga qaraydigan bo'lsak, masalan chet eldimi bizningki bu bir san'atni qarshilik uchun yaratma deblam yaratishning o'zimi bir san'atning yana o'zininki bo'lgan san'atning ichidagi san'at uchun san'at degan qiymatini ojizlashtirib qo'ydi-chu. Uni biz ammagan sharoitda yana biz qarasak, masalan biz Fransiyadan Germaniyagacha, Germaniyadan Almatigacha bo'lgan yoki Washingtongacha bo'lgan araliqdagi bizning har soatlik san'atkorlarimiz bor. Mayli Istanbulgacha bo'lsin yani. Masalan deyli İstanbulda yozuvchilar va muyassar xandon deymiz. Men ko'rib bakmadim o qizni yozgan asarlari shunchalik yaxshi. Masalan Shvetsiyada Abdushukur Mehmet deymiz, yozuvchi shoir. Germaniyada Marwayt Hafiz, san'atkor, rassom o'zi. Shvetsiyada Nejat Oshur. Fransiyaga qarasak Muqaddas Mejit o'zining film va shu badan san'ati, ya'ni usul san'at orqali Uyg'urlarningki hozirgi sharoitdagi vaziyatini yaxshi ifodalab kelyapti. Masalan yozuvchilarimizdan bu ham dedim Muyassar Xandon dedim, Abdushukur Mehmet dedim, Abduli Ayub, Tahir Hamud deymiz. Yana fotograflarimizdan Abdukim Ahmet bularning qarshisida sanab o'tish to'g'ri keladi. Masalan Gulnaz shu biz hozir o'tirayotgan biz shularning qatorida o'zimizni sanab ketmasakmi, ma'lum qilgan ammagaklarimiz bilan shuning qasdi qo'shib mengyapmiz hamda. Bu exile, ya'ni muhojiratdagi san'atkorlar. Masalan Turkiyaga qaraydigan bo'lsak, nashriyatchilikmi o'z oldiga o'zgacha shaklda yaxshi bir davomlashyapti, taraqqiy qilyapti. Yanılar meliki Uyg'urlarningki bir at sözü var, yani maqal temsil. Közün argan Xudoyim, astidan armapti degandekchu. Biz ko'zimizdan arilib qilish oldida turayotgan bo'lsakmi, har tarafdan bizga yontayoq bo'lgan qarg'aydek astayoqlar yerimizda bo'layotdi. Yana qaraydigan bo'lsak, biz O'rta Osiyoni hargiz nazardan saqit qilolmaymiz. Chunki u yerda Uyg'urlarningki eng ko'p to'pliqi shu yerda. Mayli Qozog'iston bo'lsin, O'zbekiston bo'lsin, Qirg'iziston bo'lsin. Ba'zilarning deyishicha 250 mingdan 500 minggacha, hatto 2 milliongacha Uyg'ur shu yerda bor deb qaraldi. Undaq bo'lgandan keyin biz chet elda yakka ovoz chiqarsak, O'rta Osiyodagi qarindoshlarimiz top shaklda ovoz chiqara oladi. Uyg'urlarning kimligi, san'at qarashi, nurg'un jihatlarda ular rus tili bilan dunyoga bevosita chetilgan bo'lg'achqa, vatandagi cheklangan sharoitdagi Uyg'urlar qaragan vaqtida ularningki dunyoningki san'at iqimlariga, mayli yozuvchilik bo'lsin, mayli shu tasviriy san'at bo'lsin, mayli muzik san'ati bo'lsin, har jihatda ularningki dunyo san'at iqimlariga yiqilishish sharoiti bizni yaxshi bo'ldi. Buni cho'qim Gulnaz to'liqlab o'tdi deb o'ylayman. Endi biz chet eldagi san'atkorlar qilayotgan bu yangiliklarımızga qo'lga keltirgan natijalarimizga qaragan vaqtimizda yana biz qila oladigan nurg'un ishlar bor. Masalan, shu muzeyxonalardagi, san'at muzeylaridagi kuratorlar bilan yaxshi hamkorlashib, san'atkorlar, shoirlar bilan hamkorlashib, bir installatsiya san'atlarini yaratib, masalan, yo'qolib ketgan masjidlar, çekilgan uylar, yo'qlayotgan Uyg'ur san'at yoki boyliqlari degandek, asar atiqlari degandek temlardagi asarlarni ilib olsak bo'ladi. Endi bizning yana shuni eslab turishimiz ham bizningki shu chet eldagi yashayotgan avlodlarimizning kallasiga singdirish, engi singdirish, xotirasiga singdirishning o'zimi bir shuning o'zimi bir qarshilik san'at esa olindi-ku. Yana biz mush jihatim qilgan ishlarimiz yana ko'p bo'ladi. Men müşlek to'xtalay, qolgani mencha Gulnaz O'rta Osiyodagi san'atkorlarimizning nuqtasidan menimcha betib mangadi deb o'ylayman. Rahmat Mehmetjon aka. To'g'ri deysiz, biz O'rta Osiyodagi Uyg'urlarga qarsangiz naydi adabiyotdimi, muzikadimi bu qarshilik emas, bu bir bay Mehmetjon akam aytgandek qarshilik emas, mushu san'at orqali xalqninki ro'yini ko'tarish, xalqqa bir ilhom berish, bir
usab ketgan ko'ngliga bir suv ichgandek shu nihoyatda bir kuchlik asarlarni yaratib, mayli adabiyotda bo'lsin, mayli muzikada bo'lsin, anglayotmiz naqshlarni. Shunday yaxshi naqshlar yozilyapti hozir. Yangrab san'atkorlarimizmi, rassomlarimizmi misolga vatanda cheklangan bo'lsa, vatan sirtidagi rassomlar bo'lib, O'rta Osiyodagi rassomlarninki asarlarida tarixiy qahramonlarimiz, tarixiy bir voqealar ifodalangan hikoyalar, qahramonlar, misolga Sabijon Babajonov degan akamiz bor, Qirg'izistonda yashaydi. O kishininki Nazgulninki obrazini yaratgan, Ahmadjon Qosimovninki shunday yaxshi chizilgan portretlarni chizgan, tarixiy voqealar, hikoyalar, shunday obrazlarni yaratgan, asarlarni yaratgan shu tarixiy voqealar. Yana shu asarlar orqali shu ilhom berish, ro'yini ko'tarish, ro'yiga bir sog'lomlik berish, bir kuch berish, yani davomlashyapti. Hem san'atkorlar, tarixchilar, tarixni bilgan kishilar bildiki, misolga men o'zimning asarlarda biz yo'qolib ketyapmiz, men yo'qolib ketayotgan bir millatninki avlodi deb qaramayman. Biz yana qaytini tiktirdigan, yana o'zimizning urug'imizni, o'zimizning erkinligimizni qo'limizga oldigan bir millatning avlodi deb shunday ideyada rasm chizmayman. Ham shuni chunki tarix nuqtasida turib qaraganda bundaq ishlar bo'lgan bizning tariximizda. Yanıla biz o'zimizningki erkinligimizni qo'limizga keltirgan, o'zimizning urug'imizni tiklagan, bayrog'imizni tiklagan. Shunga bu bo'lib turgan ish, tarix qaytilindi deb men ro'yimni tamamen ro'yim tushunmay asarsizmi, yaratma rasmsizmi. Shunga bu san'atkor uchun bek muhim deb o'ylayman. Ham biz san'atkorlarning asrida shu bir yo'qolib ketish emas, yana jonlanib qaytadan ko'klash, qaytadan bir qana deymiz, ko'klab boshqa Yaşnaş demek şu yaxshilanish, yaşnaş yani. yashnash, shundoq bir bayquluş. Men shuni his qilaman san'atkorlarningki asarlarda, muzikant bo'lsin, yozuvchilar bo'lsin, yoki rassomlar bo'lsin. Shunga men %100 ishonch bilan rasmsizman o'zimni desam. Köpten köp rahmet her işgalanan demek, biz Uygur sanatkarlarımızınki, yani icatkarlarımızınki ilhamının keliş mənbəsinin ne kadar çoğunqurluğu. Demek, özünü tanıgan şu milletinin yürek bağırdan keldiğanlığı, şu milletinin beşiği nemkün kes şunu şu his kıldığanlığı, şu milletinin jığısı jığa külküsü külkü bola alaydıgan, şu milletinin gayesi nem bolsa, şu bizning icatkarlarımızın gayesinin şu ekenligini ekken degan shunday bir narsa ajoyib yaxshi ifodalangan. Ko'pdan ko'p rahmat. Bu narsa bizni yana budaq savolimizga opirdi. Ya'ni amaliyotda vaqtida nurg'un narsani deb bo'ldinglar, ammo shunday bo'lsa men ishonamanki, bizning hozir mushtabida ko'rayotgan ko'rarmanlarimiz Uyg'ur xalqimiz uchun, bu muhojirat xalqimiz uchun bu gaplarni qayta takrorlasakmi, biz uchun ortiqcha ketmaydi hozirgi vaziyatimizda. Shuni yana ham so'raveray. Endi biz tariximiz, örf odatimiz va madaniyatimizni saqlab qolish haqida doim to'xtalib turamiz. Endi shu saqlash kerak deb uyda bo'lsinmi, faoliyatimizda bo'lsinmi, namoyishimizda, hammanimizda saqlaymiz. Chunki bir xatarga yo'liqayotgan vaqtda siz har qachon o'zingizning u xatardan ner turishni nima qilsangiz bu insonlik bir instinkt deydi, tuyg'u. Ammo madaniyatni saqlab qolish sözünü aşqa vaqtimizda demek bizning madaniyatimiz yo'qolib ketib boramdi, yo'qolib ketdimi degan mashtaq bir ansirashni bizdan neriqmay qolmaydi endi. Lekin amaliyotni aytgan vaqtida mana hozir sizlar shunday yaxshi tasvirlanglar. Biz yo'qolmadik. Biz o'lmadik, biz tugab ketmadik, biz mavjud hayot, harakatda endi biz davomli. Endi mushundaq bir ruh, mana mushunda bir ijodiy ruh, endi bizning yaratmoqchi bo'lgan san'at ijod
ijodiyatimizga, ya'ni kelgusi yaratmoqchi bo'lgan ijodiyatimizga qanday bir narsadan derak berdi sizlarcha? Gülnaz, men so'zlay, siz haqida qo'shimcha qilamsiz yoki sizdan men qo'shimcha qilaymi? Men qo'shilay sizga Ömürcan aka. Tamam. Oldu. Bu felsefi bir mesele biz için biz yol qilgan şu. Yani bu saqlab qilish bilan davomlashtirish bu felsefi bir mesele biz jamiyatimiz yol qo'yayotgan. Hem Xitoyning nuqtasidan elib etgan vaqtida siyosiy bir mesele bu. Mesela Xitoy her zaman o'zining matbuotida Uyg'urningki sentini biz saqlab qoldik, saqlayapmiz, u bu degan gaplarni qiladi. Saqlab qilish yani Xitoyning shu tashviqot iste'molidagi bir so'z yani bu. Yani bunun teki qarsak bu yo'qolish girdobidagi san'at degandan derak berdi. Nima uchun yo'qoldi degan vaqtida uning nafas oladigan bo'shliq qolmaganligi uchun yo'qoldi. Bu yana Xitoy buni yo'qotyapti degandan derak berdi-ku bu. Demak sen ma'lum bir narsani, masalan bir gulni tashlab ko'chalab qo'ysang u o'ladi u. Sen uni tabiatga qo'yib, o'zining tabiiy yo'sindagi tabiatning qonuni bo'yicha yashash iqtidoriga qaytu, u cho'qim o'lmaydi. Asli keladi u. Demak bu yerda saqlab qilish deganning o'zi bir o'lgan yoki o'layotgan bir narsani saqlab qilish degandan derak beradi. Shuning uchun biz bu terminologiyaga shu muhojiratdagi san'atkorlar qo'shilmaymiz. Chunki biz saqlab qilishning hojati yo'q, biz nafas olyapmiz, biz ijod qilyapmiz, biz xiyol suryapmiz, biz so'yyapmiz, biz ijod qilyapmiz. Shunlashqa bu o'lmaydi. Ham buni saqlab qilishning qat'iy hojati yo'q. Ham ijod qilgan vaqtimizda biz buni yana ajdodlar yaratgan san'atning asosida ijod qilishimizning texim hojati yo'q. Chunki biz yana shu atalg'ini qayta takrorlashimizning hojati yo'q. Biz o'zgarishimiz kerak. Biz davomlashtirishimiz kerak. Ya'ni bu narsadan yangi narsani ijod qilgan asos davomlashtirishimiz kerak. Shunlashqa bu yerda biz boshqalarga qoldirgan vaqtimizda ajdodlarimizniki emas, o'zimiznikini qoldirib keta oladigan bir san'atkor bo'lishimiz kerak. Bu meningki qarshim yani. Gülnaz. Mehmetcan aka aytib o'tgandek, albatta biz o'lmaymiz va yo'qolib ketmaymiz. Ham saqlab qolma degan narsa siz boya shuni to'g'ri dedingiz berida. U bir yo'qolayotgan narsani saqlab qoldik. Ammo biz yo'qolayotgan emas. Bizniki tub aslimizda, to'mirimizda bor narsa bu. Misolga bizniki tasviriy san'atniki taraqqiy etishi Mung'oydagi tam rasmlardan boshlangan. Qancha asrlar oraliqda har xil cheklimlar bilan u misolga rasm chizish, uy bezashga, yana kashtilikka, gilam to'qishga, boshqa hunarvanchilik sohalariga singib kirib ketgan rasm chizilmagan bo'lsin-mi? Ammo yana qaytadan bizga fursat yaralganda san'atkorlar yetilib chiqib, O'rta Oziyada misolga yetilib chiqib, shu chet el rassamchiligi asosida rassamchilikni o'rgangan san'atkorlar yanala qaytib o'zining tegiga kelib, o'zining tomiriga qaytib kelib, Uyg'urlikni chizib, dunyoga tanilgan rassamlarimiz bor. Misolga Lekim aka Ibrahimov dangliq rassamlarning Uyg'urlarning orasida va dunyo rassamchilik orasida hozirgi bir yangilik yaratgan rassamlardan bo'lib hisoblanadi. U kishiniki chizgan rasmlari shu tam Mung'oydagi tam rasmlarning asosida chizilgan asarlar. Ya'ni shu stillarda chizilgan asarlar. Shunga bizniki san'atimiz o'lmaydi. Yana to'g'roqdek suv kirganda qaytadan ko'klab chiqib, qaytadan yangi bir yo'lda o'zininki davomini topadi. 100% qo'shilaman. Demakki biz o'lgan bir narsani saqlab qolmayotimiz, mavjud bir san'atni davomlashtiryapmiz. Hayot bir san'atni davomlashtiryapmiz. Shunlashqa saqlab qilish degan ancha to'g'ri atalg'i emas deb o'ylayman men. Ko'p rahmat. Bu ajoyib yaxshi bir masala, yaxshi narsa dedinglar. Chunki mana mushuning bir ijodkorning, san'at ijodkorining mushundaq gapni deyishining o'zi
Biz hozirgi mushunday bir qirg'inchilikqa yo'liqayotgan millat uchun bir ruhiy oziq, bir ruhiy madad, bir nima deymiz ishqilib, biz uchun bir boylik bu bundaq bo'lmasa. Chunki bizga bir ruhiy oziq berdi bu narsa. Beshida siz o'tdingiz, masalan, agar bizda bir ruhiy jo'shqinlik bo'lsa, ruhiy umidvorlik bo'lsa, biz millat tutimizni tugaymiz debchi. Chunki bu ruhiy sog'lomlikning muhimligi deganni dedingiz Gulnaz. Bu bakmi yaxshi fikr bo'ldi. Uningdan siz Gulnaz, bu sizning deganingiz, biz o'lmaymiz, biz hayot, biz davom qilyapmiz, bu saqlash ketmaydi, bizda hayot deganinglarning o'zi bak cho'ng gap. Uningdan sir xuddi bizilqi ayni to'g'roqqa o'xshash ko'klarimiz qurib ketganda ko'rinsakmi yirtizimiz chiqaverdi, nima qilaveramiz. Uningdan sir bizning san'atimiz, bizning ijodiyatimiz butun hayotimizga kirib ketgan, bizning madaniyatimizga, urf-odatimizga, turmushga hamma narsa kirib ketgan dedingizda, masalan, gilam deysiz, kiyolgan kiyimlarimizdagi kashtalar deysiz, hamma narsa san'at, shu bizning san'atimiz. Bir kun bir erkin bo'lgan vaqtda biz hamma narsani yana qayta o'zining joyiga, sistemaga tushiramiz. Pek ajoyib esil narsa. Hem sizlarga eng oxirgi savolimni so'rashdan burun men sizlar bilan o'zinglarning ijodiyatlaridan men eng so'ygan, eng yaxshi ko'rgan, hatto ba'zi vaqt qarab soat qarab ko'ngillerim buzilib ketgan shu bir necha parcha rasmlaringlarni ko'rganlar bilan ham bahrilamoqchi. Nima? Birinchisi mana o'zingning kimligini unutma degan Gulnaz Tursunninki rasmi. Mushuni ko'rib men shunchalik ko'nglim buzilib ketdi. Ham qo'shildim, qo'shallikqa hayajonli kelsam ko'nglim buzilib ketdi, mening yig'lim ketdi. Shunchalik hayajonlandim, rasm desam Gulnaz bu rasmingizni ko'rib. Siz Sharqi Turkistonning tuprog'ini dastlab boqmagan bir Uyg'ur san'atkor, Uyg'ur rassom o'tirib mushu rasmni chizganingizning o'zi ajoyib bu. Buni men jiq tasvirlamsam bo'ldi, chunki men o'zim rassom emas. Ammo rassomlarning qalbini, sizlardek ilg'or rassomlarning qalbini his qilaman, tuyman. Shuning uchun shunda ta'sirlandim bu rasmingizdan. Yana birisi, mumkin ma rasmingizmi menga bak ta'sir qilibdi. Bolalarni atrofiga o'lashtirib turgan bir onaning uchinchisi deb. Buning ismida bor o'tganda bir qilmishda rasm san'at ijodkorlikda so'yib turgan vaqtida buning ma'nosini nimaligini o'zingizmi dedingiz, demisingizmi shunda tushunishlik. Chunki vatandan nima bo'lganligi, masalan, vatandagi oila ayrilishlari, bizning oilalarga kelgan olay ofatlar, bolalarimizning onalardan ayirib o'tishlar, tug'ilmay turib ilinib o'tgan bolalar, ya'ni o'ltirib o'tgan bolalar deganda qashda ahvollar. Mushu rasmning o'zidami nurg'un narsani ko'rgani bo'ldi. Uningkin bu rasmning oqistiki ko'rinish, yani chaplangan gilam, siz degandek bizning uyimizniki yasash usuli decoration demdik. Dekoratsiyalarda uyimizni qanday bezashni bir qarsingizmi, endi odamning yuriga tegadigan bir rasm. Allah qo'lingizga dard bermasin, davom qiling mustaqil ijodiyatingizni. Yana birisi maningdan keyingi rasm. Rasmni ko'rib rasmni shundaq ko'nglim buzildi. Albatta Mehmetjon qarindishimiz abstrakt rasmlarni chizadi, biroq abstrakt degan rasmni har kim qandoq ko'rsa o'zining nimasi tushunadi deydi, ammo men buni rasmi taklimakanni deb nima qilgan, Land of No Return qayt qilib bo'lmaydigan yer degan temadagi bir yurish rasmlari bor ekan Mehmetjonning tor betida. Agar ko'ringanlar qiziqsanglar shu tor betiga kirsanglar bo'ldi. Ajoyib rasmlar bor ekan. Bu mening diqqatimni tortgan shu qaytqini bo'lmaydigan vatan, yoki qaytqini bo'lmaydigan yer degan bir yurish rasmlar bo'ldi. Buning ichida men shu rasmni ko'rib ajoyib bir qism bo'lib ketdim. Chunki taklimakandagi bir yog'ochliklar, cho'lning ichidagi nimalar shular tasvirlanganka biz qaytamagan, biz qaytishni intizor bo'lgan bir tuproqning bir qanday ahvoli, qanday holatda ekanligini shunday bir ta'sirni bergandek berdi. Balkim buni Mehmetjon o'z tasvirisidan bakrak yaxshi tasvirlab turdi. Oxirgi savolimizda shunday deyishini umid qilaman. Yana birisi uningki mana shu o'xshash bir yurish rasmniki birisi
mening ko'zimga ko'ringani shu yerlar, Taklimakonning atrofidagi bizning vatanning tuproqlarini ko'rdim buningda. Buningdan shundoq bir xil cho'nqur narsani ko'rdim. Çöl bo'lib ketib qolgan yerlar, ammo yanada qayoqdandir yeshilliklarimizning ichida buni man nemacham o'zining tushuntirib berishi qo'lini, ammo mening tushunishim chiqib yuragimga tekkan bir rasm. Bu ishqinglarninki, ya'ni shundoq bir san'atkorlarimizning rasmlarini sizlarnikini ko'rib yetib, bundan yaqinqi zamonda Uyg'ur kollektiv shu organ bir rasm musobaqasi qilibdi. Rasm musobaqasi qilib, bizning yosh rassomlarimizning o'zining ichidan chiqqan rasmlarini topshirsa, shunga qarab mukofot berib, shunday yosh rassomlarni rag'batlantirib, rasm chizsanglar, o'zinglarning ijodiyatlaringdan avatinglar deganda, yosh bolalar aytibdi. Masalan, mavi rasmni erkinlik va ozodlik degan rasmga temisi shu. Adina Sabir bir o'rta maktabda o'qiydigan qizlarning chizgan rasmiga Virginiyadagi. Bunun qarab shunchalik hayajonlandim rostga bilsangiz. Qarang, siz uyning ichi vatan. Derizdan qarsangiz chet el diaspora, bizningki muhojiratga hayotimiz, ammo muhojirat turibmi biz o'zimizni vatanni o'zimizning uyida barpo qilgandek, uyimizda yana bir vatanning hayotini yashagandek, o'sha bir tuyg'uda hayron qoldim. Demak, mushlarning hammasi sizlardek to'xtamay, biz mavjud, biz mashada deb o'zini ijodiyatini davom qilayotgan san'atkorlarimizniki to'kpisi deb qarayman. Chunki sizlarning to'kpilaringlar, sizlarning nasringlar mana shu yoshlarimizga ilhom berdi. Yana bir rasm. Rasmmi shu. Bundaq to'salgan qamoqdanda cage. Cage'ni nima deb to'xtamagan? Qafas. Qafasning sirtida o'zining yurtini, tushimdagi uyim degandek Sherin Yusuf deb bir qizimiznikiga, bu bir yosh o'quvchining maytki xetini ko'ngizni o'qisanglar, shunchalik ichinglarga ta'sir qildi. Nimaninki, Yasinninki yozmasi. Ko'k kaptarninki nimasidan bir ariyani optimayaga. Ko'k kaptar deb Muhammad Yasinninki asari. Muhammad Yasinninki kimki o'q. Mehmet nima? Yasinjon Sodiqmi? Shuningki Ko'k kaptar nomli asarninki nemisini mashaga ariya qilib optimaslaganimga ajoyib kuchli. Demak, sizlar degandek biz hayot, biz tugmadik. Hech kim bizni qirg'inchiliklar yana bir narsa bilan tugutman deb undaq o'ylayamizmi? Ham o'ylashimiz imkonsiz ekan. Shuning uchun yana bir qatim sizlarga bu shu o'zinglarning ijodinglar, amginglar haqida ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Harmanglar, qalbinglar talmasin, yuraginglar davomli shunday so'qib tursin. Sifatda xush bo'ldim. Eng oxirida deydiganim, menimcha naytdi inoqli javob, sizlarmi deb bo'ldinglar, javobni berib bo'ldinglar. Shunda bizim yanılarni so'rag'im bor. Chunki xalqimiz, ya'ni muhojiratga xalqimiz ko'ringanlar bundan vaqt bo'lsin. Demak, bizning ijodiyatimiz, Uyg'ur san'atkorlarimizning ijodiyati bizning o'zimizni, bizni bostirayotgan, bizni mustamlik qilayotgan shu bir nohaqchilik, shu kuch ustidan kurash qilishda qanday rol o'ynaydi sizlarcha? Eng oxirida har biringlar o'zinglarning qarshingizda deysanlar, ko'ringanlar bilan mashhad. Rahmat. Tamam, men bu gapni boshlash, bu savol javob berishdan burun bayqi rassam, bayqi asarlarni siz ko'rsatgan asarlarga azroq to'xtalishga to'g'ri keldi deb o'ylayman men. Masalan, bu rasmga, ya'ni Taklimakon bas kelmas yo'l. Ya'ni qayt qilib bo'lmaydigan zamin. Biz hozir vatanimizga qaytolmaymiz. Faqat bizning vatanimiz bizningki xiyolimizda, bizning o'ylarimizda, bizning sevgimizda mavjud. Biz ularni seg'ingan vaqtida yiroqdan qaraymiz yoki bo'lmasa sun'iy hamroh suratlar orqali vatanimizga mavhum dunyo orqali chetlashga tirishimiz. Shu sun'iy hamrohlarni izlash jarayonida Tarim daryosiningki bir sun'iy hamroh surati, Taklimakonninki bir surati qo'lga uchib qoldi. Shuning bilan bu asarni chizgan, ya'ni Farhod Tursun aytgandek,
xuddi tarim suyidek biz mushu yerdan boshlangan, mushu yerda tugaymiz. Biz hech yerdan kelmagan, hech yerga bormaymiz. Agar Xudo yaratgan bo'lsa insonni, bizni Xudo mushu yerga yaratgan. Agar odam o'zgargan bo'lsa maymundan, biz o'zgargan mushu yerlik maymundan. Ya'ni bu bizning ziminimiz. Biz mushaga to'ralgan, shu hech kim bu yerga kelib, balkim qumliqning orasiga singib ketish mumkin. Qumliqni o'zgartirmaydi, bizni o'zgartirmaydi. Ya'ni bu qumliq bizning kimligimizning, tushlarimizning, bizningki g'oyibiy cho'chaklarimizning manbasi. Bu shaklda yozilgan sizga asar bu. Endi bu ham siz bir chiroyli qizimiz sizga bir chiroyli bir rasmni kitobning muqovasiga o'xshash 1001 kechini eslatadigan bir rasmni ko'rsatdingiz. Bu asarni ko'rgan vaqtimda bayqa bir o'quvchi qizning sizga rasmi. Maşı yani. Bu Qashqar, yani bu she'r ismi kelyotdi. Adil Tonyazning. Salam Uyg'ur deganda quyosh, salam Uyg'ur deganda tarix, Qashqar shahri o'xshar qasrga. Yulduzlar parvoz qilar tong saharda, fasllar parvoz qilar daraxtlarda. Bu shahar parvoz qilar cho'chaklarda. Bu yerdagi odamlar parvoz qilar yuraklarda. Ko'p rahmat. O'zim salayajilib ketib qoldim. Hammamiz. Bay Mehmetcan akam aytib o'tgandek, har bir san'atkor o'zining asari orqali Uyg'ur san'atkorlarniki, misolga bir millatning ro'yini bilgingiz kelsa, u millatningki san'atkorlarining asarlarini ko'rsangiz shu millatning ro'yini bilasiz. Ya'ni biz bu yerdagi vatan sirtida yashayotgan san'atkorlar, mayli muzikant bo'lsin, mayli film ishlatsin, mayli rassom bo'lsin, shoir bo'lsin, ular shu bizning Uyg'ur xalqimizning ro'yini o'zining asarlarida ifodalaydi. Shunga har bir san'atkor u bir buloq bo'lsa, u buloqning suvi yo'g'on Uyg'urning hayotligi degan bir daryoga kelib qo'shildi. Şu u daryo mangu oqidi, u daryo o'zining iqimini o'zgartmaydi. Ya'ni biz mangu hayot, mangu yana qaytadan suyimiz to'liqlanib, o'zimizning asarlar orqali, o'zimizning ijodiyatimiz orqali bu daryoning suyini to'liqlab turamiz. Rahmat. Yani qo'shimcha qilsam, bu ham kechirsizlar. Sal vatanni sevgan vaqtimizda hasratim sal tutib qoldi. Yani bu vatanning sirtidagi rassomlar biz qildigan ish faqat rasm, yani ijodiyatimizni har xil shaklda davomlashtirishdan iborat. Shuning o'zining o'zi shu qarshilik shu. Shuning o'zi Xitoyga yetarlik javob shu. Yani bu bizning asratlarimiz, bizning muhabbatimiz, bizningki kimligimiz, bizning qo'limizdan bayam Gulnaz aytgandek, buloq kabi to'kilib tursa, u cho'qim o'zining ana daryosi tarimini topadi bir kun. Yani bu. Buna javob. Yana bizningki asarlarda misolga qarshi tarafni kuchlantirdi degan bir uqum bor. Bizning asarlarda bir qarshilik emas, bizning asarlarimiz o'zimizga qaratilgan, ya'ni meningki shu kimligini unutma degan asarda misolga o'zimizning kimligimizni unutmay, qarshilik emas, ammo o'zimizni kuchlantiradigan, o'zimizning kuchini o'zimizni kuchlantiradigan, o'zimizni ruhlantiradigan, o'zimizni qayta uyg'ontiradigan, shuningga shuningga tasvirlangan, shuningga yo'llangan, shu tarafda ipmangan asarlar. Shunday ma'nolarni bildiradigan, shunday ma'no sizilgan asarlar yani. Ko'pdan ko'p rahmat ishqinglarning qimmatli vaqtiga Mehmetcan efendi, Gulnaz xonim chiqib sizlar menga sharaf berdinglar. Sizlar bilan shunday bir ma'noli suhbatda bo'lganim uchun o'zimni sharafli his qilaman. Allah ömrünglarni uzun qilsin, qalbinglarni o'tkir qilsin, minglarni qalbinglarni texnik ravon o'tkir qilsin, chiqib to'xtamanglar, hamag'aysizlar. Uyg'ur
sağlamlık teşebbüsü organından sizlerge yana bir qitim alaydı rahmet etime. Mümkün bizim şundaq söhbetlerini devam kılaylı. Davamlıq bir-birimizge ilham bereyli, medet bereyli. Çünkü bu organның maqsadi şu. Derdimizni töküş, özara muңduşuş, söhbetleşiş, bir-birimizge ruhi taraftan medet beriş. Çünkü ruhimiz hayat, ruhimiz küçlük, ümidimiz lan boladiken biz bir güni özümüz oylagan erkinlikke, özümüz ega bolgan mustaqil tuprogimizga baramiz. Yani tarixga qaytib baramiz Xudoyim bersa. İnşallah. Ko'p rahmat. Hammaga rahmat. Rahmat. Görüşümüze meylen köp rahmet. Ko'p rahmat.